Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa Infinbank bilan Urganch Dekkan bozorida ko'rsataman. Infinbankda bugun yangilik. Kurslar ko'tarilgan. 1.211 ekan. Sotilishi 1.216, rubl 150 dan sotilishi 165. Qolganlari ana yevrolar ta'sirlagan. Endi bozor avvalimiz bozordagi holatlarni o'rganamiz. Undan sonra homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Homiylarimiz videosini ko'ring, montajli patologlar kerak bo'lsa uylaringizda shu vallara murojaat qilaversa, ekranda telefon nomerlari o'zlari ishlaydi ekan. O'chirsangiz hech iloji yo'q. Yoqsan, yana chiqadi. Masalan, Gechda uyda yotgan vaqtda ulduzlarni chiqarib o'chirasan, buni yoqib qo'yasan, bir romantik uyg'otib turaveradi-da. Svetni yoqqan vaqtda ishning effekt beradi. Svetni o'chirsan, yana hech iloji yo'q tabiiy. Lampasi yoqsan, yana. Oho. Bunday ham bo'ladi ekan, ha? Ama agar orqasidan lampa, masalan, led lampasini yoqsangiz, ishning o'tib turadi. Effekt zo'r beradi. Hozirgi kunda men o'ylayman, montajli patolog eng ekonomik narsalardan biri bo'lib qoldi bu. Endi bu yerdan siz gipsokardon, bu unutmanglar endi. Endi bu yerdan to'yga chiroyli, naqshli montajli patolog bo'ladi. Ham arzon bo'ladi. Lekin ham shuning ichida, borib o'lchashim ham shuning ichida, kislorod berishim ham shuning ichida, maslahat berishim ham shuning ichida. Hamma jo'ya usta akka, gipsokardon akka, reka akka, kak, ustana bak, bunday narsalar yo'q. Ba'zi bu lampochkalar qo'yib turib, ustidan montajli patolog bo'ladi. Ama bu bort patolog. Hozir hit bo'lib turgan narsa bu bort patolog. Bort ham chiqarib bo'ladimi? Bort ham chiqarib bo'ladi. Oy, bu nima bu? Oho. 2 qatmi bu? Ama bu 2 kat. Buni yuvsam, chizsam, ishlatsam bo'ladi, olmaydi bu. Sifati eng zo'r. Men gençmi ekan dedim uzaktan görüp. Uzakda shuni ko'rinadi. Genç de göründü lan, büyütüp tuttu lan bu. Ucu bular tayyorlasa kompüterda bog'lar. Ama bular ishlar bor. Endi ustalar ham sizlarga aytamiz, jo'ralar endi bo'yashni unutinglar. Endi bu yerda to'lka yana apparat sizlar uchun kelgan. Apparatda ishlaysa immuniy olib chiqadi keyin. Aynan. Bu kak Pishiradi. Garantiya bormi bo'yicha? Bu narsaga aga 15 yil garantiya beramiz. Bizning siyaq bo'lgandan keyin bizda hech qanday aldov yo'q. Endi foydasini oz qilsam, shu standarti bo'yicha urib beraman. Bozorga giramiz, yurtdoshlar bozordagi holatlarni aytmasdanmi, shu darvozadan kirgan yerda Umidbek o'tiribdi. Shu Umidbekni sizlarga ko'rsating. Yangilikim bog'a deb qoladi. Shu yangilikdan bir eshitali. Umidbek yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum, yaxshimi? Salomon turibsiz? Rahmat, o'zing chaqqanmisan? Ag'a bo'lsa halqa bo'lsin demoqmanmi? Aha. Aytsak ham mendayna Samsung so'rab yuradilar. Samsunglarni biz baholari ko'tarilib ketdi. Arzonroq variantlardan topib bakchak qo'ydim. Bular ham 1 yil garantiyasi bor. Polni javob kelib turib bemalol görüp tekshirib olsalar bo'ladi. Paket telefonlarimiz boshlanishi E16lar 2 milliondan boshlanadi. M17 toza chiqa varianti 2 million 250, E17 ham 2 million 250. Hamidetcha ularni 428 bo'ladi. Bemalol görüp tekshirib kelaversizlar. Honor kompaniyamizga kelsak, Honor kompaniyamizni shu gelish o'zini zavod tanlansında beramiz. Bemalol görüp kelaversizlar. Olsun beynine xudo xolasa hammangizga birinchidan juma oyingiz muborak bo'lsin. Juma oyingiz hisoblanib xudo xolasa yana sizlarga ajoyibundan iPhone 16 qo'yib berajakman. Bu ochilmagan yechillar ya, bu qirsilmagan netmi? Yo'qsana kelsak 90 yo'q bo'ladi. Bu telefonimiz o'zi paketi $900 bo'ladi. Ha. Ana şu videodan görüp geldik. Geliştirib bering deb kelsalar $500 bo'lsa beramiz. Bu da yani 6 milyon so'm beramiz. Bo'ldi, tamam. iPhone 16 oladi. Bu da yani 13'ün altı paketi 6 milyon so'm turadi. 13'ten 1000 marta yaxshi-ku. Tamam. Mana. Kesilgan 6 milyon so'm beramiz. Savollar bo'lsa, telefon olsa, telefon nomeringni ayt uka. 95'lik 216 06 06. Har xil telefonlar bor. Knopkali desizlar, knopkali. Barteram işimiz. O'zingizdan keyin ishlaydigan bir satsangiz, yaxshi telefonlaringiz bo'lsa ekkasangiz, xudo xolasa ondan almashtirib toza telefon ikkisingizlar ham bo'ladi. Bo'ldi, tamam. Bemalol kelaverasiz. Yaxshi. Dastlabki xizmatimiz ham bor. Bo'ldi, tamam. Bozorga keladigan bo'lsak, bozor $100 1 million 205 dan tutib 1 million 207 mingdan so'rab turibdilar. Rublga keladigan bo'lsak, rubllar shu 155 dan tutib 157 ming so'mdan bor. Keyin tanga 25 ming so'm, 1000 tanga 100 euromiz bo'lib turibdi.
1 milyon 350'den 1 milyon 370'e de tuttu. Türk bilan şu 1000 lira 250 bin so'mdan bo'lib turibdi. Bugungi yangiliklarimiz shuningdek bizni kuzatishni davom etinglar. Akşam ko'tarildi. Telegram kanalımıza joylashtirdik. Telegram kanalımıza abone olup ko'rsangizlar, shuni joylashtirib ko'ramiz. Kommentariyada sizga qoldiramiz Telegram kanalini. Sağ olun, bizni kuzatishni davom qiling.